Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan biz uchun qadrli bo'lgan akalarimiz mana bugun sizlar uchun Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri Qarshi Karvon mol bozoridan xudo xolasa shu videomizda ona bola qo'ylar, urg'ochi erkak hammasini ko'rsatib ketamiz akalar. Videoni boshidan bitta like bosish esdan chiqmasin. Akalar biz siz uchun xizmatdamiz. Siz like, obuna tugmasini bosib qo'ysalaringiz bo'ldi akalar. Bugungi sanamizga keladigan bo'lsak 8-fevral 2025-yil, to'g'riroq 2026-yil akalar. Xo'p, endi ishimizni boshlaymiz. Akalar like gumillatamiz. Xudo xolasa like bosgan akalarimiz uylarida mana shunaqa chorvani yaxshilardan minglab millionlar bo'laversin akalar. Ona bolalarni ko'ryapmiz. Shu yonimizda turibdi. Shundan boshlaylik. Bismillah, ketdik. Xo'sh, akalar mana ko'ryapmiz. Qo'zichalar. Hormaylar, yaxshimisizlar, charchamang, savdoga bar aka. Aka, nech pul deyapmiz bularni? 8 million deyapmiz. Hammasi bolasi shunikimi? Mana akalar, 6 ta bolasi, mana shu 6 ta qo'yimizniki hammasi ona bola ekan. Holatlar yaxshi. Aka, buni tishlari qanday? Birinchi tug'im, ikkinchi tug'im. Hali yosh ekan. 2 tish, 4 tish. 2 tish, 4 tish ham bor ekan. Akalar mana ko'ryapmiz, 2 tish, 4 tish, 6 tish bo'lgan qo'ylarimiz, ona bola qo'ylarimiz 8 million bo'lyapti ekan. Aka, bozor o'zi nima so'radi? 68 bermadingiz. Akalar 6 million 800 ga berilmagan, quloqlarga ham e'tibor beramiz, ancha yaxshi ekan. Qo'shganga ketar ekan. Holatini ko'ryapsizlar, yomon emas. Aka, bu izi bor. Nechta bor aka? Qayerdan? G'uzor. Ayting nomerni. 93lik 070 0709. Akalar telefon qilaveramiz, xudo xolasa izi bor ekan. Savdoingizni bersin aka. Akalar ko'ryapmiz, mana bularni ham. Endi u tarafni ham ko'rib boraveramiz. Xo'p, akalar mana ikkinchi tarafda ham ona bolalarimiz bor, shularni ham ko'rsatib ketaveramiz. Hormaylar aka, savdoga bar aka. Mana akalar, ona bolalarni ham har xildan chiqibdi akalar. Nechta aka bu yerda? 10 ta sotildi. Qanchadan sotdingiz aka? 8,5 dan sotildi. Mana bolalar katta-katta 8,5 ketdimi aka? Gap yo'q. Bularni qancha deyapmiz? Hozir hammasi ketdimi bularni? Necha ikkita egitchisi ham bor. Mana aka, ikkita egitchisi bilan shunaqa ketdi. Joni sog' bo'lsin aka. Qayerni moliydi aka bu? G'uzorni moli. G'uzordan boshqa kuncha ko'p mol olib kiradi, endi. Akalar ko'ryapmiz, G'uzorlik akalarimiz joyida 8,5 dan sotdilar. Ikkita xudo xolasa egitchisi ham ketdi akalar shunaqa. Maza qilib mol qilsin, olgan odam baraka topsin akalar. Yigitlar ko'p, qaysi birlarini? Akalar, u tarafini ko'raveramiz, olgan ham sotgan ham baraka topsin akalar. U yog'ini ham ko'raveramiz. Endi akalar imkon qadar optim joylarini sizlarga ko'rsatishga harakat qilyapman. Narx-navosi yengil, o'zi chiroyli bo'lgan joylarini. Bular olindimi aka? Qanchadan? Ikkalasi 9,5 akalar, ko'rib olamiz. Ikkalasi 9,5. Akalar, to'g'risi u yoq juda tiqilinch ekan, va bu tarafga sizlar uchun ochiqroq joylar chiqib oldik. Maza qilib mol qilaydigan qo'ylarni ko'rsatamiz akalar. Buni bo'ybasiga baho beringlar, yunglariga baho beramiz. Holati zo'r ekan, menga yoqdi, shuning uchun sizlarga ham ko'rsatay deb akalar keldim. Adashmasam bu ona bola bo'lsa kerak, buni ham ko'rsatamiz. Xo'sh, bu sizdanmi? Xo'rang, va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Nechi bosh u yoqda? 8 bosh ekan. Bitta ketdimi? Bismillah. Suhrob chorvachi. Akalar, men ko'rdik, bu yerda 8 bosh ekan. O'z dummasini to'laydigan variantlardan. Xudo xolasa mol qilaman, ko'paytiraman degan akalarimiz uchun so'rab ketaveramiz. Bu endi nimasi, qanday bo'g'ozligi? 100% bo'g'oz. Endi 100% bo'g'oz degan bilan 100% bo'g'oz chiqmayapti oxirgi vaqtda. Yo, bu ishonchlimi? Ishonchlisi aka. Qo'shqor qo'shilgan, tushunarli. Yoshi qanday? Yoshi tusoq chori. Panjisi ham bor baribir bitta. Panjisi ham bor. Akalar, ko'raveramiz, xudo xolasa panjisi ham bor ekan, holatlari yaxshi bo'lgan qo'ylarimiz. Buni qanchadan deyapmiz? Buni aka 8 ta past, katta, kichik 8 milliondan deyapti. Quyuq-suyuq 8 dan. Bozor nima so'radi? Bozor hali. Hali endi, xudo xolasa. Akalar, hali endi xudo xolasa, quyoshimiz ham endi chiqib qoldi. Bozor abetgacha bo'ladi. Ko'ryapsizlar, maza qilib mol qilinadigan o'zi ham zo'r qo'ylardan akalar. Nima qilaylik endi buni? Bir kelishtirib, qancha bo'lsa ko'ngil ber, nima qiladi? Nima aka? O'zga ishlar deyishgan 8 dan. Bozorga qarab-da endi bu. Shunday akalar, bozorga qarab ketaveradi. Buni ham ko'ryapsizlar, zo'r. Bo'lmasa nomer qoldiraylik. 99 675 675 84 88. G'uzorni moli adashmisan? G'uzorni moli akalar. Bemalol telefon qilaverasizlar. G'uzorli akalarimizdan yangi qo'ylar. Savdoingizni bersin. Bo'ldi aka, boraman hozir. Xo'sh, akalar, mana shuni ham ko'rsataylik. Ancha baquvvat dummalari ham kelishgan. Bo'ybasi ham normal. Menimcha 85 plus 90 ga yetadigan qo'ylarimiz akalar. Xo'p, akalar, buni ham egalaridan ma'lumotini so'raveramiz. Endi qo'y bozorida hozir qo'y sezoni, shuning uchun so'raveramiz. Aka, hormang yana bir marta. Aka, 3 tami? Sizda ko'p bo'lardi.
Sotdik-da bu yoqdan sotdik. Ha, sotilgani ketyapti akalar mana. Uchtani nech puldan deyapmiz aka bulan? Bularni 8,5 dan 8,5 dan kam bor. Eti yaxshi ekan aka. Bo'g'ozligi qanday buning? Hozir garantiya. Garantiya ham yelini o'zi bilinib qoldim. Yilni yarim qilgan ikkitasi. Ha, kechki ekanda. Agalar kechga xudo xolasa martdan o'tib tug'adi xudo xolasa. Yomon emas, bir so'z bilan aytganda mol qilaman, zo'rini boqaman degan akalarimiz uchun zo'r variant. Aka siz yana topib berursangiz kerak. Hozir 3 ta degan bilan 3 ta qolmaydi-ku bu. Xohlagancha. Mana agalar, xohlagancha maza qilib mol qilasizlar. Nomerni ayting aka bo'lmasa. Ko'rsataymi? Ko'rsating aka tishlari bilan. Tishima. Mana agalar. Soq endi chori. Choriga endi chiqyapti ekan. Ikki tishida Bunisi chori. mana 4 tish ekan agalar. Bunisi ham chori. Gap yo'q aka, mana ko'ryapsizlar akalar. Bu endi 4 tishga chiqyapti ekan. Bunisi chori ekan. Nomerni ayting aka bo'lmasa. 94lik 94lik 297 297 98 98 99 telefon qilamiz akalar. Xudo xolasa mol qilaman degan akalarimiz uchun zo'r variant. Sog' bo'ling aka, savdoingizni bersin. Xo'sh, mana akalar. Xo'sh, mana shu yerda ham bitta yaxshi qo'ylarimiz bor. Mana akalar, bu yerda savdo bo'lyapti. Biz keldik, savdo ham bo'lmay qoldi. Xo'sh, mana shu qo'ylarni ham ko'rsataylik. Buni turishini qaranglar, qanaqa chiroyli, ko'zni quvnatadigan. Albatta, qo'yni, chorvani tushunadigan akalarimiz bu gapimizdan hayron bo'lmaydi. Ko'zni quvnatadi chorva desam. Barakali bo'lsin, ketdimi? Sotdik mana. Qaysi birini sotdingiz? Ichida bu bilamas. Ha, bilaman. Ular ketdi. Mana akalar, xudo xolasa ketdi. Qo'yni 9 dan ko'tarar ekan bu. 9 dan ko'tarib. Bozor o'zi nima so'radi? Bozor 7,5 8 dan so'raydi. Sotganingiz qancha sotdingiz aka? 7,5 bilan. 7,5. Akalar sotganlar 7,5 bo'libdi. Real narx shunaqa bo'libdi. O'zlari 9 dan baho qo'yib turibdilar. Ko'ryapsizlar, bo'y-basi joyida, holatlari yaxshi. Ish qanday endi bular? Birinchi qori, ikkinchi qoriga bo'g'az. Ha, chori panjasi ham bor-da bor. Panjasi yo'q. Panjasi yo'q. 2 tish 4 tish ekan akalar mana. Xo'p, tushunarli. Mana. Nech pulga ketdi? 8 million. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar gigant qo'chqorimiz 8 millionga ketibdi. Joyida savdosini olib qoldik. Barakali bo'lsin. Olganga ham, sotganga ham akalar. Xo'p, buni ma'lumotini endi to'liq qilib ketaylik. Endi uzr, sanashni nima qilyapman? Bo'g'ozlik aniq bular. Yeli so'gan buni. Ko'rdim, bir ikkitasi yelin solgan ekan. Ha, yelinlar joyida akalar. Mana maza. Bu yog'i Xudo xolasa egizchilar ham chiqib qolsa ajab emas, sababi eti zo'r ekan. Mana. Bu egizchi. Mana bu egizchi, qora egizchi. Demak, 3 tala egizchilari bor ekan. Nomer qoldiraylik, o'zi 97 678 81 678 8101. Telefon qilaverasizlar, xudo xolasa mana shunaqa chiroyli variantdagi qo'ylarimizni olib qolasizlar. Xo'sh, akalar, bu tarafda ham sal kichikroqlar bor ekan, shuni ham bir narx-navosini so'rab ketaylik. Mana akalar. Hormi. Zo'rmisiz, charchamang, ishlar zo'rmi? Savdoga baraka. Nech pul deyapmiz bularni? Mana shu ukamizdan. 6 dan deyilyapti akalar. Faqat 8-9 dagidan ko'rsatmang, pul yengilroqdan ko'rsating degan akalarimiz uchun mana. Bular to'qlisi ham bormi deyman ichiga? Soq chori. Soq chori mana shular to'qliga o'xshayapti. Yo, mana aka. Endi to'qli, hali bular to'qli. Mana bular 2-4 tish ekan. Mana akalar. Mana akalar. Xudo xolasa chiroyli narxda. Xo'p, bozor nima so'rayapti? Bozor aka 5 dan so'rayapti. Bermayapsiz. Akalar 5 dan qo'ylarimiz so'ralyapti, berilmayapti ekan. Endi bo'ylari ham 75 kilosi bo'lgan qo'ylarimiz berilmay turibdi. Xo'shsa ketadigan joydamiz akalar. Aka bu betni ham ko'rsating aka. Bu beti ham ko'rinadi. Xo'sh, akalar shuni endi bitta ko'rsatib ketaylik. Optim joylarini sizlar bitta uyda qilamiz. Sormang aka, zo'rmisiz? Charchamang, sog'ligingiz zo'rmi? Rahmat aka, o'zi zo'rmi? Savdoga baraka. Aka, bu nechta bo'lyapti bu yoqqa? Supravjon 18 bosh. 18 bosh. Bir qo'ran. Bo'g'oz. Gap yo'q. Akalar hammasi bo'g'oz, bir qo'radan mol olaman degan akalarimiz uchun mana. Hammasi bo'g'oz ekan. Tish qanday bulan? Tish to'ldirgan qo'ylar bular. Tish to'ldirgan. Lekin bitta bolasini oladimi? Bitta olasini oladi, yemini berib qo'yishlarni qo'ysa yana bitta bola oladi. Xudo xolasa. Akalar, bittasi endi bo'g'ozligi aniq ekan. Yana bu yoqqa ham ko'rib olaverasizlar. Holatlari yaxshi bo'lgan, bo'y-basti ancha joyida bo'lgan qo'ylarimiz, bo'ylarini ham bemalol 75 kilos qilib olaverasizlar. Aka, bunday qilaylik bo'lmasa, hozir bari yosh balandroq qo'y ekan. Narxini qanday qilamiz aka? Narxini mayda-chuyda bir baland baho qo'ymaymiz. 47 dan bo'lsa berib yuboramiz. Mana akalar, bu yoq optim bo'lib ketibdi. Akalar 47 dan bo'lsa ketdi mana. Xudo xolasa 4 million 700 ming so'mdan. Endi aka so'ragan aybi yo'q, bozor nima qilyapti? Bozor hozir 45-46 so'rab turibdi. Yaxshi bo'libdi aka.
200 mingga qarayotmang, sizga o'xshagan katta qo'y sotadiganlarga bo'ladi. Shunday. Endi hisobga qarab sal Ha, agar karakarasi to'g'ri kelsa. hozirga bir shoshilib chiqib qoladigan odam bo'lsa, shu yerda o'zida nima qilib Shunday. Yana izi bor-ku, nima farqi Izi bor? bor, izi Xudo bor. xolasa, Qoldirib qo'ying. bular ketgandan keyin ham yana izi bor akalar. Bunisi nomerni ayting qani? 97lik 97 383 383 35 73. 35 73. Telefon qilaverasizlar akalar, xudo xolasa 4 million 700 dedingiz. 4 million 700 dan qo'y olaman degan akalarimiz uchun yaxshi variant. Hozir bitta bolasini naqd, keyingi yil yana bitta qo'chqor qo'yib bir sinab ko'rasizlar. Agar bolasini olsalaringiz, bu yoq boquvga. Go'sh ham o'zi qoplab qolar keyingi yillarga. O'zi go'sht ham hozirga ham normal. Mana akalar. Aka savdoingizni bersin. Sog' bo'ling. Xo'sh, bu yoqlarni ham ko'rsatib akalar. Akalar, sizlarga optim joydan mana shuni ko'rsatib ketamiz. Maza qilib mol qilinadigan, mana nechta kerak desalaringiz mana ko'ryapsizlar. Hammasidan bor. Endi bularning hammasi qo'zi qo'chqorchalar akalar. Qo'zi qo'chqorcha ko'p. Qancha kerak desa top beriladigan joydamiz akalar. Optimmisan optim deydi-yu. Aka, hormang, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Savdoga baraka aka. Aka, bu nechta olib chiqqansiz? Boshi ko'rinmaydi, oxiri ko'rinmaydi bulan. 55 ta aka. 55 bosh akalar. O'zi ham oz emas, ko'p emas, 55 bosh. Hammasi bozorga chiqibdi. Endi ko'raveramiz. Aka, bulan chiqqanda, yosh qanday, hali shakka chiqqani bo'lmasa kerak. Kattalari 10 oy 11 oylik. Ha, Kichkinalari ham ha, shu ha. 8-9 oylik. Mana akalar, kattalar 10 oy, 11 oylik, kichkinalar 8-9 oylik mana shunday. Qo'zichalarimiz, qo'chqorchalarimiz akalar. Endi boshi yog'i ikkichga ham yaqinlashib qolibdi. Aka, buni nech puldan deyapmiz? Quyuq suya gapiravering qani aka. Aka, buni realni bo'ladigan narx 4 milliondan xayrini o'tib beramiz. 4 milliondan xayrini o'tib berasiz. Aka, bozorning o'zi nima so'rayapti? Bozorga bir joyga 3 million 750, 3 million 800 mingdan so'rayapti. 3 million 750, 3 million 800 dan bozor so'rab turibdi aka. Bir joyga oladigan bo'lsa 100 ming o'tib beramiz. Aka, 100 ming sal nimada? Yana ham bir kelishtiring aka. Endi baribir sizlarga o'xshagan hamda tizib qo'yadigan 50-100 ta sotadigan odamga 100 ming endi nima bo'ladi? Yo, qoladigan 100 ming dengda o'zi. 100 ming qo'yib sotamiz. Ha. Yana ham kelishtirib beriladi. Endi 100 ming. 3 million 850 dan bo'lsa shunday qo'z tavib beraveramiz. Mana shularni 3 million 850 dan bo'lsa beramiz. Ey, hormang aka, zo'rmisiz, charchamang. 3 million 850 dan. Akalar, demak, mana shunday bir tekis xudo xolasa o'zlaringizga yoqqanda bir tekis olaman degan akalarimiz uchun 3 million 850 ming so'mdan topib beramiz deyishdi. Yana ham xudo xolasa aka topib beraveradilar. Endi aka bitta narsada, xolasa yosh qo'chqor, xolasa katta qo'chqor hammasini chiqaveradi, to'g'rimi? To'qli desa to'qli ham topib beramiz. Mana akalar. Urg'ochilardan desalaringiz, urg'ochilardan topib berilaveradi. Bunisi nomer qoldiraylik aka. 97 222 222 1197. 1197. Akalar, telefon qilaveramiz, xudo xolasa izi bor. Mol oluvchilar bo'lsa molni topib beraveramiz. Gap yo'q mana aka. Qo'chqor kerakmi, qo'z kerakmi? Joni sog' bo'lsin. Akalar, nima kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar, xudo xolasa akalar topib berishaveradi. Savdoingizni bersin aka. Xo'sh. Akalar, sut qo'zlarni qidirib kelyotgandik. Mana sut qo'zlar yonimizdan chiqdi. Endi narx-navosini so'raymiz desak, sotilgan ekan akalar. Mana ko'rib olaveramiz. Aka, bu nech puldan sotdingiz bular? Mana akalar, ko'tarasiga 3 million 300 dan mana shunaqa yaxshi qo'zi qo'chqorlarimiz. Urg'ochilar ham bo'lsa kerak buning ichida. Yo'q. Akalar, demak, urg'ochilar qopti, erkaklar 3 million 300 dan ketibdi akalar. Buni soni nechtasi ketdi endi aka? 26 ta nechta qoldi? 5 ta urg'ochi qopti akalar. Hamma erkagini 3 million 300 dan sotibdilar. Akalar, yana izi bor. Abbos aka, bemalol telefon qilaverasiz. Suqrob chorvachi. Aka, endi buni izi bor deyapmiz-ku. Faqat urg'och topib berasizmi, bu yoqqa aralashmi? Erkak degan odamga erkak, urg'och degan. Akalar, xohlaganlaringizdan xudo xolasa topib berilaveradi. Abbos aka, bunisi nomer qoldiraylik. 90lik 90lik 244 244 64 61. Telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa akalar, maza qilib mol qilaman, yoshidan ko'paytiraman degan akalarimiz uchun mana shunaqa sut qo'zichalarni ko'rsatyapmiz akalar. Aka, savdoingizni bersin. Akalar, qo'zi sezonini ko'ryapmiz. Maza qilib mol qilinadigan narx-navosi ham ko'ryapsizlar. Buni 3 milliondan deyishyapti ekan-a? Akalar. Akalar, 3 million so'mdan erkaklari mana ko'ramiz. 1 2 3 4 5 6 7 Bozor nima so'rayapti hozir? yardım so'rayapman. 2,5 dan so'ralyapti ekan akalar. Hammasi qo'chqorcha bitmay turibdi. Yetti o'ynayam olib ber. Mana oltitasini olaman, bering. Yetti o'ynaymasang ber. Oltitasini ber. Akalar, mana echkilarning qatoriga keldik. Akamiz o'zim tushirmang, qolgan hamma ma'lumot sizlarga ketaveradi deyapti. Zo'rmisiz aka? Savdoga bor aka. Bu nechta endi bu yerda hozir ko'rishi ancha ko'p-ku. Ko'paydi aka, bir 35 ta ish. 35 tadan akalar shu qopti. Ko'rib olaveramiz. Buni hammasi ona bolami? Ona bola taka. Ona bola takasi ham bor ekan akalar.
Endi akalar echkini optim joyidan ko'rsating degan akalarimiz uchun buni ham ko'rsatib ketaveramiz. Sog'ligi yeb ichish hammasi joyida bo'lsa kerak bular. Endi tish qanday bular? Yosh. Yosh aka ikkitadan. Ikkitadan tuqqan. Akalar ikki tuqqan mana shunaqa echkilarimiz sotuvda, bolalari yonida ekan. Mana akalar bolalari ham jonli ish qilib, bir so'z bilan aytganda bolalari ham yaxshi ekan. Buni qanchadan deyapmiz? 2200 dan. 2200. Bozor nima so'radi? 1.8 dan qilyapti aka. Bermadingiz. Aka egizi ham ichida 1.8 dan. Akalar bitta egizi ham ichida 1.800 dan so'ralyapti, berilmayapti akalar. Endi 2600 qilyapti. 2600 bermayapsiz. Akalar. Arzonimizda. Tushunarli. Arzoni bizda, lekin u narxga bermayapmiz deyilyapti. Yana ham qo'shganga ketaveradi akalar. Mana bu echki o'zini bolasini sig'dirmayapti deydi. Ishqilib yaxshi. Bunisi nomer qoldiramiz a? Ayting nomer. 87lik 952 3331. Akalar biz endi izi bor. Akalar biz endi mana shunda yonimizda turganini so'radik. O'zlari telefon qilasizlar, xohlasalaringiz, echki xohlasalaringiz, uloq, ona bola qaysidan kerakdingiz topib beraveradilar. Savdoingizni bersin. Akalar echkilarning qatoridan ham endi oz video qilaylik. Shu bilan bugungi qo'ylarning videosini yirik mollarga o'tib ketamiz keyin. Xo'sh, akalar mana bularni ko'rsataylikchi. Mana akalar echki so'ragan akalarimiz uchun har xildan bor ekan uloqchalar. Hormay aka, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Savdoga bar aka. Aka, nechi bosh bu yoqda? Olimda aka. Qanchadan oldingiz aka? 12. 1.200 dan akalar mana shunday echkimi bular yo erkagim bor? Echkilarimiz olinibdi akalar, bir tekis echkilarimiz. 1.200 dan olgan odam baraka topsin akalar, ko'rib olamiz. Tamomas. Savdoingizni bersan aka, sog' bo'ling. Akalar 1.200 dan echkilarimiz. Bulan egalari menimcha olib qo'yishgan va ketyapti.